Qanaysan? Yaxshi. Kim bo'lasan? Oybekda. Oybekda. Oturaymi? O'zingiz nima qila olasiz? Rojdaga ko'rinmay ketdingiz deyishyapti. Assalomu alaykum. Omadjon obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Omadjon olib kelgan bugun mana. Halinda xonasiga. Gala ne работы. Ne хорошая работа, ne? Да. Я хорошая работа bu qoladi, ashuna xonasiga kelgan. Butun oz qolyapti, xudo xolasa. 10 kuyilyapti yana, xudo xolasa o'yinlar, ha? 10, 15 ashnaqa joylari bor. Stashkasini boshladik. Hozir tugatamiz sizlar. Mana mana to'g'rilasizmi? Temir yaxshi. Bormi? Mana kattasidan bordi-ku. O yaxshiroq odam bor ekanmi, kerak bo'lsa. Tashkillar boshlandi mana. O yerda 10 sm, mana 5, 6, 7 sm quyilyapti. Kechgacha quyib beramiz. Beram. O'zi kichkina bo'lgan bilan ish qilsangiz katta yo'shab ko'rinadi. So'g'on tekishlayapti. Qo'shlar hasharga chiqadi. Bular tekizlab ketishlar bu bekoyda. Obunachilar bu kelib paddesha qilganlar bu Sirojdagilar kayfiyatlari juda chataq ekan. Yo'qlardan kelishmayapti. Обязательно nimadir ko'tarib kelish shart emas kerak. Qog'oz bo'lsa ham olmaylar deb ketsanglar ham xursand qolishadi obunachilar. Men bugun erta 2 kun vaqtim bor edi, yordamga keldim. Qo'ldan kelgancha yordam berib, mana bu ishni boshlaymiz. O'zimiz mahallada ish qilyotgandik. Böyle qo'llab-quvvatlab, adreslab turinglar. Kuzatib obunachilar, uddar degan qo'shiqlar qo'yib beraman hozir. Ko'zim aytmoqqa yo'qday so'zim ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar bir qarab tushdi ko'zim aytmoqqa yo'qday so'zim ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar taqir tuqur malakdayin goho xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar poshnasi taqir tuqur malakdayin goho xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar telefoni ham udar
mashinasi ham udar, udar, udar. Gaplari ham udar, udar, udar. Qaddi qomati udar. Qora Mersda, boyvachcha ekan chizda, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. U kelar qora Mersda, boyvachcha ekan chizda, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar, udar, udar. Telefoni ham udar, udar, udar. Mashinasi ham udar, udar, udar. Gaplari ham udar, udar, udar. Qaddi qomati udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, udar, udar. Mashinasi ham udar, udar, udar. Gaplari ham udar, udar, udar. Qaddi qomati udar, udar, udar. Telefoni ham udar, udar, udar. Mashinasi ham udar, udar, udar. Gaplari ham udar, udar, udar. Qaddi qomati udar. Obunachilar, xudo xolasa istashgani ham tugatdik. Sekin endi uyga qarab yo'l olaymiz. Soat ham 6:30 bo'lib qoldi. Uyga borgunimizcha 9 bo'lib qolar, uzaja ekanimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelib hechqamasa hormanglar deb kelib xabar olib turinglar. Sirojdan akamlar kafiya chata, hech kim kelmayapti. Uzaja kelyapti shekilli. Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Xonobod yana kuzatadigan obunachilar bor edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Paytalardan kelyapti odamlar. Paytadan mana Hormanglarga taqib kelyapmiz. Alloh rozi bo'lsin, opani ham duo qilib qo'yinglar. Mana hurmat qilib kelishyapti. Ya'ni hormanglar deb. Unaqa gaplarni Rustamjon o'xshatadi biz. Biz endi anaqa o'rgamchimiz. Mayli, sog' bo'linglar.